Do'stlar, bundan keyin biz tuxum sotib olmaydigan bo'ldik. Nimaga? Sababi xitoyliklar tuxumni yerdan o'sib chiqishini ijod qilib o'ylab topishibdi. Videoga diqqat bilan e'tibor bering, qarang. Tuxumni sal teshib, bir yaproqni bargida shuni tiqib qo'yar ekansiz. Undan keyin 1 stakan gilos suvini to'kib 45 kun parnikda o'stirib olar ekansiz. O'sib chiqqandan keyin uni sekin yulib olib, boshqa joyga ko'chat qilib, payvand qilib narsa qilsak kerak edi. O'rtasida gullagandan keyin yulib olish kerak ekan. Qani biz ko'rmayapmiz-ku, tuxum qani? Xo'sh, uni boshqa joyga ko'mar ekanmiz. Endi tuxum bo'lsa kerak. U faqat tuxum bo'lganida yulib olish kerakmi? Keyin tuxumini uni ozgina yana kutib turmaysiz-da, biratolasi jo'ja bo'lib ochib chiqarmidi? Tayyor. Endi savol bor-da, xo'roz bilan tovuqlar nima ish qiladi? Qoyili.